Narxi $1180 sotuvga. Zavodda o'zida obzor qilyapmiz. Minib ko'rdik. Yangi modelimiz bu bo'ldi. Mana endi navbat ikkinchi skuterimizni test drive'iga. 30 km, 35 km tezlik bilan harakatlanadi, lekin Hattoki zadniy kameralarigacha bor. $1080. Ikkov model laboga qiynalmasdan o'zini kuchi bilan chiqib ketyapti. Birinchi modelimizni test drive'i. Miyalari 1000 vatli, ballonlari buniki ham 3.10. Tormozlar GTX'li bo'lib chiqdi, sakadiskali modellarda chiqdi. Yangiliklarimiz kelishda davom etyapti. Bitta furamiz. podiyomlardan tushishi. Assalomu alaykum, hurmatli Motosavdo kanali kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Yangiliklar ko'rsatishda davom etyapmiz. Ko'rishlar mumkin. Tritsikl modellarimiz yangichalardan keldi. Sifati zo'rlardan, narxlari ham juda hamyon bo'lib chiqdi. Narxlari ham yaxshi. Tormozlar GTX'li. O'zi bu modelimizni ko'pchilik bilishadi. O'tgan safar bu modelimizdan sotuvda bo'lgan. Yangi modelimiz bu bo'ldi. Bismillah deb videomizni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin biz uchun sarflab turgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Bo'lmasa, bir boshdan boshladik. Ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Eng odamni o'ziga tortadigan joyi mana shu eshikchalarda bo'ldi. Chiqib tushish uchun, xavfsizlik uchun orqada bolalarni o'tirgizganda yosh katta otaxon, onaxonlarimiz ham nevaralarini olib yurishganda bexavotir ketishadi. Mana shunday eshikchalar bilan jihozlangan. Sifatlari juda a'lo darajada. O'zimiz mana hozir zavodda o'zida obzor qilyapmiz. Minib ko'rdik. Yurishlari juda yumshoq, sifatlari yaxshi. Old tormozlari GTX'li qilib ishlangan. Faralari LED ko'rishlar mumkin, 3 tali LED qilib ishlangan. Bokovoy oynalari ham juda joyida. Dvorniklari, oldi oyna, plasmas oyna emas, haqiqiy oyna. Tomlari juda sifat yaxshi ishlangan. Xo'p, akkumulyatorlarga to'xtaladigan bo'lsa, 72 volt 20 amper, ya'ni 20 amperli akkumulyatordan oltita jihozlangan. Boshqaruv panellari, tablosi hamma informatsiyasini ko'rsatadi. Hattoki zadniy kameralarigacha bor. Mana kamerada ko'rinyaptimi yo'qmi? Shunday kamera ko'rsatib berolmayapti, lekin zadniy kameralar bilan jihozlangan audio sistemalar bor. Mana shunday cho'ntachalar bilan ham jihozlangan. Bu modelimizni eng zo'r tarafi yopinchiqlari ham bor. Hurmatli mijozlar, qishki kunlarda, qahraton sovuq kunlarda ham yopinchiqlarni qo'yib olib, tentlarni qo'yib olib, bemalol harakatlansalar ham bo'ladi. Orqa ko'rinishi ham juda chiroyli chiqqan. Orqada maxsus dugasi bor xavfsizlik uchun. Zadniy kameralari, faralari alohida mavzu. Juda chiroyli dizaynda ishlangan faralari. Sifati a'lo darajada. Modelimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi $1180 sotuvga chiqyapti. Vodiychi dastavkasi bilan birga. Boshqalar 1200-1250 sotishyapti. Biz mana $1180 ga vodiychi dastavkasi bilan birga. Ballon razmerlari 3.10 sakadiskali qilib ishlangan. Yurishlari nihoyatda yumshoq. Xudo xolasa test drive'ini ham videoda qo'yib ketamiz. Bu umuman boshqacha komfortni beradigan mahsulot bo'lib ketdi. O'zimiz minib ko'rdik. Zavodda o'zida qissa qilib minib ko'rdim. Yurishlari juda yumshoq. Men maza qildim, to'g'risi. Minib bu narsani maza qildim. Nimaga? Juda yumshoq yuryapti. Skuter o'ngga chapga tashlamayapti. Yurishlari juda yumshoq yuryapti. $1180 vodiychi dastavkasi bepul. 6 ta 20 amperli akkumulyator, 1000 vatli motor bilan jihozlangan. Bitta zaryadka bilan 50 km masofani bemalol ko'rmasdan, qo'rqmasdan bosib o'taverasizlar. Tezligi 35 km/s tashkil etadi. Sifatlari a'lo. Bu birinchi modelimiz. Mana endi ikkinchi modelimiz. Buni qisqagina obzor qilib o'tamiz, chunki bu modelni hamma ko'rgan, hurmatli mijozlar. Sotib ham olgansizlar. Biz kanalga obunachilar bilishadi. Xo'p. Modelimizda 20 amperli akkumulyatordan 6 ta bor. Yonlarida yopinchiqlari bor. Motor miyalari 1000 vatli, ballonlari buniki ham 3.10. Ko'rsatib o'tib ketay. 3.10 qilib ishlangan. Bu modelimizda ham zadniy kamera bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Tabloda hamma informatsiyasini ko'rsatadi. GTX'li tormoz, bako oynalari, tentlari bor. Sifati a'lo darajada. Tepadagi materiallarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana shunday pataloylari ajoyib material bilan ishlangan. Modelimizning orqa ko'rinishi juda sifatli.
Bu modelimiz narxiga to'xtaladigan bo'lsak, $1080. Ikkov modelimiz o'rtasida $100 aytsa bu, lekin juda hamyonbop. Oldingi tritsikillarga qaraganda arzonroq chiqdi. Eng asosiysi tormozlar GTX'li bo'lib chiqdi, sakadiskali modellarda chiqdi. Xo'p, bu modelimizni ko'rsatadigan joylari bor. Sizlarga hozir ochib ko'rsataman. Ana hurmatli mijozlar, pultlari, kalitlari juda bejirim qilib ishlangan. Eng e'tibor tortgan joyi menga akkumulyator qo'yilgandan keyin ustida mana shunday mana afishka qo'yilgan. Bu xavfsizlik uchun o'z navbatda, chunki har bir uyda yosh bola bo'ladi, ochib ko'rib, qiziqib simlarni uzib ulab ko'rish mumkin. Bunda bunaqa imkoniyat yo'q. Zaryadni qo'ygani ham juda chiroyli. Zamoglari kalitli, qulflangandan keyin ochilmaydi. Orqa spinkalari juda yumshoq. Mana orqadagi yukxonasi ham bor. Ozgina bo'lsa ham yukxonasi bor. Mana yonida tentlar qotirish uchun maxsus plastmas detallari, sifatlari a'lo. Buni ham orqa o'rindig'i qulf kalitli yana. Zamoglarni ko'rish mumkin. Qisqasi bir so'z bilan aytganda, sifatli narsalarni sizlarga taqdim etishda davom etyapmiz. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, shuni inobatga olasizlar. Shuncha mehnatimizni qadrlab, bitta like knopkasini qizartirib qo'yasizlar. Sotuvga olib chiqib ketyapmiz modellarimizni. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Arzon narxlarda vodiychi dostavkalar bilan yetkazdirib beramiz. Bu modelimizni ham xuddi shunday bagajda ostida joy bor. Bunga ham bemalol o'zining ehtiyojlariga qarab yuklarni ortishingiz mumkin. Hurmatli mijozlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yanada sizlarga yangiliklar ko'rsatishda davom etyapmiz. Xudo xolasa mana yangiliklarimiz kelishda davom etyapti. Bitta furamiz pastda yana bitta furamizda yuklar tushyapti. Ular ham yig'ilib tayyor bo'lish bilan sizlarga videolarni qo'yib, ulardan ham tez orada Motosavdo kanalimizga videolarni joylaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli mijozlar. Biz uchun ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Hurmatli mijozlar, mana va'daga muvofiq birinchi modelimizni test drive qo'shilgan zatni kameralari bor. Bemalol zatni kamerada ko'rib harakat qilaverasizlar. Yurishlarni ko'ryapsizlar. Mana podyomlardan tushishi ancha skuter yumshoq, uni sakrab o'ngga chapga qilmayapti. Yurishlari alohida mavzu. Sizlar uchun shag'al yo'lga ham olib chiqyapman. Zavodda o'zida mana shunaqa yo'llar ham bor. Shag'al yo'lda ham yurishlarni ko'ryapsizlar. Bunaqa taraq-turuq, shovqinlar yo'q. Hurmatli mijozlar, hozir ikkinchi skorda harakatlanyapti, lekin yurishlar juda bir me'yorda. Oyoq tormozlari ham joyida ushlayapti. Zavodda o'zdamiz, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Zatning yurishlari. Bitta narsani qo'shimcha qilib ketay, u qimmat modelimizda akkumulyatorlari 39 amperli akkumulyatordan 5 ta. Kimning ehtiyojiga qarab. Kimgadir 20 dan 6 ta, kimgadir 39 dan 5 ta. Har ikkisidan ham qilib beraveramiz. Narxida o'zgarish bo'lmaydi, chunki 5 ta 6 ta narxida uni o'zgarish bo'lmaydi. Mana hozir mashinamizga kulayapmiz, podyomlarga chiqishlarni ko'rasizlar. Panejniy rechaylarigacha bor ekan, mana hurmatli mijozlar, panejniyni qo'yib olsalar uchun test drive'da zo'r bo'lyapti ana. Bismillah. Buni faqat Motosavdoda bo'ladi, ko'rish mumkin. Laboga qiynalmasdan o'zini kuchi bilan chiqib ketyapti. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sotuvga olib chiqib ketyapmiz. Modellarimizni har ikkala modelni sotuvga olib chiqyapmiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalar, arzon narxlarda yetkazib beramiz sizlarga ham. Mana shunday shopirlarimiz bor, borib to'liq ma'lumotni berib, ko'rsatib sizlarga topshirib kelishadi. Mana endi navbat ikkinchi skuterimizni test drive'iga. Mana bismillah deb bu modelimizni ham test drive'ini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Skuterimiz yoqdi. Tablolari juda menga yoqdi, dizayni juda chiroyli ishlangan. Faralari mana. Zatning kameralarini ko'rsatib ketdi yaqinroqdan. Ozroq qisqa ko'rsatyapti, lekin zatning kamerasi bemalol hamma ma'lumotni ko'rsatadi. Bu modelimiz yurishini. Parkovka rejimida bo'ladi doim. Tormozni bitta bosib qo'yib yuboriladi. 3-skorda harakatlanyapti. Ikkinchi skorda olaveraylik, hozir o'tda chidamiz. Modelimiz yurishlari juda yumshoq, hurmatli mijozlar. Mana bunaqa model to'g'risi anchadan bas bunaqa modelda harakatlanganim yo'q edi. Ortiqcha maqtovlarsiz borini ko'rsatamiz, bilasizlar. Aybi bo'lsa ayblari aytiladi, lekin yurishlari juda yumshoq ishlangan. Hozir katta ko'chada ham yurib sizlarga testini ko'rsatamiz. Zavodda o'chida qisqa obzor qildik. Katta ko'chaga chiqqanda ham bitta sizlar uchun to'liq tezligini ko'rsatamiz. Mana katta ko'chada tezligini ko'rsatamiz sizlarga.
bor tezlikda harakatlanyapmiz. 3-skordamiz. Tablo ham 3-skorda ko'rsatyapti. Tezligi 25 km/s, 26. Hozir zaryadi ozroq 30 km, 35 km tezlik bilan harakatlanadi, lekin mana yurish tezligini ko'ryapsizlar. Lekin yurishi haqiqatda yumshoq. Olgan odam maza qilib shahar ichida yoki mahallada maza qilib harakatlanishadi. Tormozlar jitkisli joyida, biron joyda bir xatoni ko'rganimiz yo'q. Xudo xolosa harakatlanish davomida xavfsizligi ham juda joyida ishlangan. Men orqadagi eshikchalarga maza qildim, ayniqsa yoshlarga. Politsiyskilardan o'tishi, ortiqcha shovqinlari yo'q. Ko'rishyapti. Yana bir politsiyskidan o'tyapmiz. Yana to'g'ri, tormozda bosib, skuterda avaylagan holatda, lekin amortizatorlari ham juda yumshoq. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda yozilgan nomerlarga murojaat qilib, arzon narxlarda vodiy ichi dastavkalar bilan yetkazib beramiz. Bu modelimizning narxi, eshikchali modelimizniki $1180. Bunisi modelimiz, ikkinchi modelimiz, arzon modelimizning narxi $1080. Vodiy ichi dastavkalari bilan birga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu modelimizga ehtiyojlaringga qarab, kimga xolasa 39 ta akkumulyatordan 5 ta yoki 20 amperli akkumulyatordan 6 ta. Narxida o'zgarish bo'lmaydi. O'sha $1180, lekin talabga qarab akkumulyatorda 5 tali, 6 tali qilib berishimiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Biz uchun ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Sizlar uchun bundan sifatli mahsulotlarni yetkazib berishda davom etamiz.